Bizga Abdulloh bolajonimiz DTP diagnozi bilan 3 oy oldin tashrif buyurishgan. Boshqa joyga ham borganman, massajga 1 yil qatnadik. Umuman o'zgarish bo'lmadi, emeylamadi ham даже. Bu yo'q keldik 5-kundan уже emeylab boshladi-da. O'zini mustaqil harakatlantira olmas edi, даже o'zini ushlab tura olmas edi, o'tira olmas edi ham. Birinchi kurs massajdan keyin emeylashga harakat bo'ldi. O'zini mustaqil stollarda ushlab o'tiradigan bo'ldi. Hozir ikkinchi kursi 5-kun bugun уже ancha o'zgarishlar bor. Narsalarni ushlab turib harakat qilyapti, yurishi oldin yurmasdi. Sizda boshida qanaqadir shubha yoki qo'rquv bo'lganmi, o'zi foyda bo'ladi, borsam yoki yo'qmi degan narsalar? O'yladim, bo'lmasa-chi oldingilariga o'xshab degan narsa bo'lgan baribir. Lekin o'sha 5-kundan o'sha emelash boshlagandan keyin o'zi ishonchim komil bo'ldi-da. O'shanda ham shotka olib kelaman, boshqa joyga bormaymiz o'zi. Bola kasal bo'lgandan keyin onani ham ko'ngliga hech narsa sig'maydi-da. Bola sog'lom bo'lsa, xursand bo'lib yurasiz. Boshqa onalarga maslahat beraman, bolasiga oldindan harakat qilishni. Chunki biz bilmaganmiz-da, yurib ketadi deb biz уже vaqt o'tkazib yubordik-da. Hozir men 3 yosh bo'ladi, endi boshlayapti narsalarni ushlab. O'shaning uchun vaqtida onalarga maslahat beraman, bolasini doktorga ko'rsatib, massajlarga olib borishini. Oylar etdilar, уже stollarni ushlab yuryapti, qadam tashlayapti dedilar. Bu natijalardan biz ham xursand bo'ldik. Xudo xolisa hali yana oldinda yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddamiz.